Tabriklaymiz sizni ham. Hali Samarqandda ham bitta doktor tayyorlangan. Shunga balet xotizimni shu Samarqandda yurdi doktordir. Yo'q, Samarqandda bir yilda o'zi nechta nerga chiqib Samarqandga Assalomu alaykum hammaga toshkentliklar. Assalomu alaykum. Chiqib kirdimda, omad sizlarga. Demak, so'z hisob komissiya raisi, kimyo-falal doktor professor Qodirova Shahnoz Abduhalilga beriladi. Assalomu alaykum, hurmatli kengash a'zolari, hurmatli ustozlar, mehmonlar. Demak, hisob komissiyasi majlisining bayonnomasi 25-yil 7-oktyabr Toshkent shahri Milliy universitet kimyo fakulteti kengash xonasi. Demak, saylangan komissiya tarkibi Qodirova, Bekchanov, Berdimurodovlar. Komissiya Tashpo'latov Xurshid Shukurovichning kimyo fanlari doktori, DSK ilmiy darajasini olishga qo'yilgan dissertatsiyasi yuzasidan yashirin berilgan ovozlarni sanash uchun saylangan. Ilmiy kengash tarkibi 13 kishidan iborat etib tasdiqlangan. Ilmiy kengash tarkibiga hal qiluvchi ovoz huquqi bilan qo'shimcha ravishda hech kim kiritilmagan. Majlisda kengash a'zolaridan 13 kishi, shu jumladan ko'rib chiqilayotgan dissertatsiya ixtisosligi bo'yicha 11 nafar fan doktorlari qatnashdilar. 13 ta byulleten tarqatildi, tarqatilmay qolgani yo'q. Ichida 13 ta byulleten borligi aniqlandi. Ovoz berish natijalari: Tashpo'latov Xurshid Shukurovichga kimyo fanlari doktori DSK ilmiy darajasini berish bo'yicha quyidagicha ovoz berildi. Tarafdorlar 13 ta, 100% qarshilar yo'q, yaroqsiz deb topilgan byulletenlar yo'q. Hisob komissiyasi raisi va a'zolari. Hisob komissiya bayonnomasi tasdiqlanib, marhamat rozilar. Rahmat, qarshilar. Yo'q, bu ovozlar qabul qilindi. Endi men talabgorni bugungi himoya bilan tabriklab, o'zim nomimdan, kengash a'zolari nomidan yakunlovchi so'z bermoqchiman. Marhamat. Avvalambor hammaga rahmat kelganlaringiz uchun. Tadqiqot ishini olib borishda menga eng muhim maslahatlar bergan ustozim o'tiribdi, professor Abdulla Murodovich. Rahmat o'qishni maslahatlari bilan o'sha darajaga yetishishga sabab bo'lgan. Men demak, professor Jingiddinga ham o'z minnatdorchilik bildiraman.
shuningdek ushbu dissertatsiyani qo'llab-quvvatlagan o'sha Milliy universitet jamoasi juda ham minnatdorman, chunki ular juda ham katta doim yordam bermagan, jumladan professor Kadirova Shahnaz Abduxalilovna, professor Akbar hamda Mikromovich, professor Daminova Shahlo Sharipovna, professor Bedmurod Elyor Tuhliyevichga o'z minnatdorchilik bildiraman. Doim ta'zimdaman. Shuningdek, Tandu biokimyo instituti jamoatdan juda ko'pchilik o'sha meni qo'llab-quvvatlab berdi. Bo'lib turibdi, ularga katta rahmat. Meni kelganlarga qimmat vaqt ayamasdan. So'nggi so'z o'rinda bugungi ishni muvaffaqiyatli himoya qilishimga qo'llab-quvvatlagan kengash, ilmiy daraja beruvchi ilmiy kengash barcha a'zolariga, kengash raisi Simanova Zulayho opaga, kotib Murodova Nigora Hakimovnaga, opponentlarim O'zmurodov Olimnorbekov, Kadirova Dufrat Chingirovna va Mahesh Kumarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Albatta eng katta qo'llab-quvvatlagan ota-onam, bu yerda otam ishtirok etyapti. Eng boy odamdan bittasi bo'lsam bo'ladi, chunki men otam o'sha ikkita himoyani ishtirok etishga muvaffaq bo'lgan. Juda ham qachon xursandman, chunki otam o'tyapti. Akam ishtirok etyapti, akam, oilam hammasi demak qo'llab-quvvatlagan. Bu yerda shogirdlarim, ilmiy jamoam o'tiribdi, ularga ham katta rahmat. Doston, Sherzod, Erali, hammasi o'sha hammasi ilmiy jamoa. Albatta hammasining mehnati bu yerda, hammalaringizga katta rahmat. Ta'zimdaman. Bugungi majlisimiz tugadi. Hammaga rahmat. Sog' omon bo'linglar.